Munisa Rizayeva kokoshni olib ketdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Va nihoyat kokoshni Munisa Rizayeva, Jasmin va birgalikda o'sha klinikadan olib ketishdi. Hozirda kokosh davlat kasalxonasiga yotqizildi. Katta professorlar va doktorlar kokoshga qarashmoqda. Bu janjallar tugash arafasida edi. Jasmin barchaga murojaat qilib, Munisa Rizayeva hammasini o'zi yopdi. O'sha klinikaga qarab ham o'tirmadi. O'zi doktorlar topib kokoshni olib ketdi. Sizlardan iltimos, PR uchun aktrisalarimiz, kokoshni bezovta qilmanglar. U dam olish kerak. Halima Ibragimovani ham Yulduz Usmonova va yana boshqa do'stlari bor edi. O'shanda yaxshi qaraganlaringizda edi. Balki o'lmasdi. Biz mana kokoshni olib qolish uchun hamma ishni qildik, deydi Jasmin. Shu o'rinda Ahad Qayum Jasminga javob qaytardi. Sen kimsan, odammi yoki jonzot? Meni yomonlab xalqqa gapirishga kimsan deya video murojaat qildi. Jasmin ham Ahad Qayumning sirlarini fosh qildi. Sen bir PRchi, xalq oldida obro'ying ham yo'q, bir odamsan. Nimaga endi kokoshga iching kuyib qoldi? Sabrinani mashina bosib ketganida qaramading ham. Endi xalqda oldida PR uchun o'zingni ko'rsatma. Hali seni saunalarda dumalab yotgan videolaringni qo'yib, rasvoyingni chiqaraman. Men faqat xalqda dardini aytyapman. Meni transligimni emas, tilimni ziyoni tegyapti sizlarga. Sirlaringni ochyapman. Shundan qo'rqayapsanlar. Aslida yaxshi bo'lsalaring, nimaga mendan oldin chiqib birortasiga yordam bermaysizlar, deydi Jasmin. Kokoshni operatsiya qilgan klinika davlat xodimlari tomonidan yopildi va doktorlar so'roq qilinmoqda. Haqiqatlar ochildimi yo'qmi, bu haqda sizning fikringiz qanday? Video davomini ko'rish uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting.